Shokoladxo'rlar diqqatiga. Hamma tayyorlab ko'rgan mana shunaqa shokoladli pirogni men ham tayyorlab ko'rdim. Uni plyus tomoni tovada pishar ekan. Hech qanaqa pechlarsiz. Xullas, kerakli ingrediyentlar bu ikkita tuxum, suv, shakar va shakar eriguncha yaxshilab aralashtiramiz. Uni ketidan pista yog'i, ketidan esa quruq masalliqlarni qo'shib aralashtirishni davom ettiramiz. Aralashmamiz tayyor bo'lgach esa tovoqni tayyorlab, hosil bo'lgan massamizni quyib chiqamiz. Keyin esa gaz plitaning eng minimalniy variantini yoqib, 30-25 daqiqada pishib chiqadi. Qaynoqini ko'rimiz o'ziga kelguncha uni ustiga ganaj tayyorlaymiz. Ganaj uchun shokoladni eritishingiz hojati yo'q. Shunchaki quyultirilgan sut hamda kakaoni aralashtirib, pirogni namligini oshirish uchun sut bilan propitka qilingan korjning ustiga ganajimizni quyib chiqamiz. Korjni обязательно sut bilan propitka qiling, chunki uning ichi juda ham влажный, sochный, mazali bo'lib chiqadi. Va albatta pirogni ustini xohishingizga ko'ra bezatishingiz mumkin. Bu pirogni tayyorlab ko'rganlar mazasini biladi. Tayyorlab ko'rmagan bo'lsangiz, albatta tayyorlab ko'ring. Videoim yoqqan bo'lsa, yurakchalaringizni ayamang.